Alo, Assalomu alaykum, yaxshimisiz? assalomu alaykum. Men o'g'lingizni o'qituvchisiman. Kelayotgan juma kuni maktabda bolalar uchun rasm tanlovi o'tkazayotgan edik. Barcha ota-onalarni taklif qilganmiz. Albatta biz ham boramiz. Yo dadasi, yo men borishga harakat qilaman. Farzandingiz rasm chizishga juda ham iqtidorli. Kelib uni qo'llab-quvvatlasangiz, bundan bolaning o'ziga ishonchi ortadi. Ha, to'g'ri aytasiz. Doim ishlar bilan bo'lib, hech ota-onalar majlisiga bora olmaymiz. Ha. Lekin bu safar borishga harakat qilamiz. Jaloliddinning yonida turaman. Rahmat. Kutamiz. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Lolaxon. Labbay Umida Sobirna. Juma kunga o'g'limni tadbiri bor ekan, borishim kerak. Ota-onalar yig'ilishi ham bor ekan. O'sha kunga kun tartibiga kiritib qo'yasiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Yana boshqa topshiriqlaringiz bormi? Yo'q, rahmat, boravering. Xo'p. Xullas kelgusi oy men mehnat ta'tiliga chiqaman. Xohlasanglar, hammamiz biron joyga borib, mazza qilib dam olib kelamiz. Xo'sh, onasi. Juda ham ta'tilga chiqqim bor, lekin ishim ko'p, bilasiz. Tashab ketay desam, bir tuzukli ishchi ham yo'q. Ojon, Shunga ta'tilga chiqa olmasam kerak. ojon boraylik. Men rosayam tog'larga chiqib, haqiqiy otlarni ko'rgim kelyapti. Men ham rasmlarga tushib kelgan bo'larmidim. Sen qizni xayoling faqat rasmga tushish-a? Undan ko'ra o'qishingni o'ylasang bo'lmaydimi? Ertaga o'qishga hujjat topshirasan. Shularni o'yla, rasmga tushgandan ko'ra. Dadang bilan bizni uyaltirmagin. Ha, meni qizim hali zo'r oliygohga o'qishga kiradi, mana ko'rasan. To'g'rimi, qizim? Ha, Sulton Jaloliddin esa 60 ga qiziqibdi. Onasi bir vaqt topmasang bo'lmaydi. Ha, Borib endi kelishimiz kerak. ta'tilga chiqavering, bir gap bo'lar. Lekin ungacha hamma o'z vazifasini a'lo darajada bajarish kerak. Tushunarlimi? Ikkalangga ham tegishli. Oyim so'ramayaptilar, hech narsani bilmaydilar deb o'ylamalaring. O'qituvchilaringdan so'rab turaman. Tushundingmi? Bolalar, oilalar to'g'ri aytayapti. Uni aytganini qilinglar, xo'p? Bo'lmasam keyingi oy birgalikda dam olishga chiqamiz. Xo'p? Qani, choylarni ichinglar. Assalomu alaykum Umida Sobirna. Va alaykum assalom, yaxshi keldingizmi? Ichishga choy yoki qahva? Yo'q, hech narsa kerak emas. Lolaxon, bugungi yig'ilishga hamkorlarga ko'rsatiladigan taqdimotni ko'rib chiqmoqchiman. Ayting, olib kelishsin. Xo'p bo'ladi. Umida Sobirna, bugun soat 11 da maktabga borishingiz kerak. Voy. Bugun o'g'limni tadbiri bor edi-ya. Menga qarang, unda bunday qilamiz. 11 gacha yig'ilishdan chiqmasam, o'g'limni tadbiriga siz borib kelasiz. Haydovchiga aytaman, olib borib olib keladi. Yo'ldan sovg'a yem oling, maylimi? Pul tashab ketaman. Keyin tadbirni o'tkazasizda ishga qaytasiz. Menmi? Qanaqa bo'lar ekan? Avval kech bunaqa tadbirda ishtirok etmaganman. Lolaxon, unchalik muhim tadbir emas. Borasiz, qatnashasiz, tugatib ishga qaytasiz. Ham sizga tajriba bo'ladi. O'g'lim yolg'izmasligini his qilsa bo'ldi. Xo'p bo'ladi Umida Sobirna. Menga boshqa ishingiz bo'lmasa, Aytganlarimni olib kelsangiz bu. xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi ukajon? Nega kayfiyating yo'q? Nima bo'ldi? O'zim shunchaki. Nima? Tanlovda yutqazib qo'ydingmi? Yo'q, men yutdim. A unda nega yig'lagudek bo'lib yuribsan? Zo'r-ku.
Oyim kelmadilar. Hammani oyisi keldi. Mening oyim esa yordamchisini yubordilar. Oyim ishlari ko'pda, o'zing ham bilasan-ku. Shuning uchun atay ustozimga qo'ng'iroq qildirgandim. Baribir kelmadilar. Xafa bo'lma, oyimni vaqtlari bo'lganda albatta kelardilar. Oyimga ishlari muhim. Bizni yaxshi ko'rmaydilar. Qo'y, unaqa dema, oyim eshitib qolsa xafa bo'ladilar. Yur, undan ko'ra choy ichamiz. Rostdanam. Instagramdagi eng chiroyli qiz o'zimman. Lekin nega unga ismim aytarkanman? Rasmlardan kelishgan bolaga o'xshaydi. Lekin javob yozmasligim kerak. Bo'ldi, endi hech narsa yozmayman. Darslarimni bajarishim kerak. Onasi, ishdan uyga qaytdingmi? Yo'q dadasi, endi chiqaman. O'zingiz uydamisiz? Men hozir chiqdim ishdan. Agar uyga bu narsa kerak bo'lsa, olib boraman. Dadasi, uni qizingizdan so'rashingiz kerak. Men qayerdan bilaman? Sen yosh qizni bo'yniga ko'p narsa yuklab yubormayapsanmi? U darslarni qismi yo ishini qismi? Hozirdan chaqqon bo'lsa, o'ziga yaxshi. Nima, pishiriq kuydirib o'rganishi yomonmi? Kelajagiga yaxshi. Yomon emas, lekin birinchi o'rinda o'qish turgani yaxshi. Balki uyga bironta yordamchi olarmiz, nima deysan? O'zingga ham oson bo'lardi. Mayli, buni ham o'ylab ko'rarmiz. Keyin maslahatlashamiz, xo'p? Mayli, vaqtliroq chiqib uyga kelarsiz, xonim? Xo'p, hozir qaytaman. Siz ham uyga boravering. Mayli, bajaramiz. Bo'ldi endi, hazil qilmang. Bo'pti. Bo'pti. O'g'lim, birinchi o'rinni olganingni eshitib juda ham xursand bo'ldik. Ha, onasi? Rosa xursand bo'ldik. O'zi meni Barakalloh. bolam aqlli-da. Barakalloh. Ha, bolajonim? Bilasanmi, men juda ham harakat qildim, onang ham harakat qildi, lekin shuncha harakat qilmaylik, haligi ishdan bo'shash qiyin bo'ldi-da. Shunga xafa bo'lmagin. Keyingi safar albatta boramiz, to'g'rimi? Bolajonim, o'zing to'g'ri tushunasan-ku, ishimiz ko'p. Endi borgimiz keldi, lekin bora olmadik. Agar xohlasang, aybimizni yuvish uchun keyingi dam olish kunida 60 ga boramiz. Xo'sh? Baribir oyimga vaqti bo'lmaydi-yu. Oying bizga kerak emas, ikkalamiz boraveramiz. Voy. Endi bitta tadbiriga bormaganimga o'g'lim mendan voz kechadimi? Biz o'g'lim bilan 60 ga boramiz. Agar xohlasang, sen Kamolo bilan boshqa reja qilinglar. Xo'p, mayli. Unday bo'lsa, kelishib oldik-a? Hozir nima qilamiz? Xonamizga kirib, ertangi berilgan vazifalarni bajaramiz, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi. Bora qol, bolajon. Barakalla. O'zimni aqlli o'g'lim. Menga qara. Bolalarga juda qattiq qo'llik qilavermagin. Ularni sho'x bo'lishiga qo'yib ber. Axir bola-yu ular. Faqat aytganing ishingni qil, darsingni qil, vaqtida uxla. Dadasi, siz ko'ngliga qarayapsiz. Men ko'ngliga qarayman. Bular erkalanib ketadi-yu. Kimdir qattiqqo'l bo'lish kerak. Bola kimdandir qo'rqib turish kerak. Sen ishxonada rahbarsan. Uyda mehribon ona bo'lishing kerak. Shuni esingdan chiqarmagin. Men nima qilyapman? Lola.
Lolaxon, Labi Umida Sobirovna, bu hisobotlarni kim olib keldi? bo'lim boshlig'i. Bo'lim boshlig'i, tezda yonimga chaqiring. Esini yeganmi bular? Hammasi xato bo'lib yotibdi. Xo'p, bo'ladi, hozir. Ya qarab bunaqa hisobot qilishadi. Alo. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom Kamal. Yaxshimisan? Nima gap? Oyijon, dugonalarim bilan kafega bormoqchi edik. Maylimi? Kamola, sen to'g'ri uyga bor. Kech ovqatni pishirib, uylarni yig'ishtirgin. Oyijon, axir qizlarga boraman deb qo'ygandim. Endi bora olmasligingni ayt. Oyim ruxsat bermadi degin. Ularni oilalari ruxsat beryapti-ku. Menga qara. Men ularni oyisiga o'xshab bekorchi emasman. Ovqat pishirib o'tiradigan. Tushunarlimi? Uyga bor. Aytganlarimni qil. Bo'pti. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom. Bu yerda nima qilib yuribsan qizim? Dugonalarim bilan ovqatlashishga kelgandik. Endigina ketmoqchi bo'lib turgandim. Yaxshi. O'qishlaring, darslaring tugadimi? Ha, dadajon, tugadi. Mayli, uyga ketdik. Ha, yo'lda uyga biror narsa kerak bo'lsa aytsang olamiz, xo'p? Dada, meni bu yerga kelganimni oyim bilmay qo'ya qolsalar, iltimos. Nega? Tinchlikmi yo men bilmagan biror gap bormi? Yo'q, oyim ruxsat bermagandilar. Lekin men dugonalarimdan ajralib qolishni xohlamagandim. Tezda qaytaman deb shunga aytmay kelgandim. Ha, gap bu yoqda ekanda. Kechiring, boshqa takrorlanmaydi. Faqat oyim bilmasinlar. Mayli, oyingga-ku aytmaymiz. Lekin bizdan yashirib bunaqa ish qilib yurishing yaxshimi qizim? Men ham, oying ham ishdamiz. Sizlardan xavotir o'tiramiz axir. Boshqa takrorlanmaydi, so'z beraman. Yaxshi. Uyga ketdik. Kamola bilan munosabating menga yoqmayapti. Hamma ona boladek munosabatimiz bor. Nimasi yoqmayapti? Qiz bolaga onasi shunaqa sirdosh bo'lishi kerak, maslahatdosh bo'lishi kerak. O'g'il bolaga esa otasi shunday bo'lishi kerak. Menga qara. Qizing sendan qo'rqadi. Hech bo'lmasa sen ko'ngliga qo'l solib ko'r. Men ham ularni o'ylayapman. Kamola ham katta qiz bo'lib qoldi. Yaqinda sovchilar kelishadi. Uzatishimiz bor. Mana shu uyni kattaroq qilaylik deyapman. Hovliga ko'chsakmi deb o'ylab o'tirgandim. Men qizimiz haqida gapirsam, sen qanaqa uy haqida gapiryapsan? Dadasi, mana shu hovli deganim farzandlarimiz uchun. Farzandlarimizni kelajagi uchun. Mayli. Hovli bo'lsa olarmiz. Lekin qizingni harakatlarida o'zgarishlar bor. Men shunga e'tiborli bo'l deyapman senga. Xavotir olmang. O'zim nazorat qilib turibman. Nazorat qilma, baraka top ko'r. Sen yaqin bo'l, do'st bo'l. Xo'p, dadasi, xo'p. Alo? Ha, dugonajon, qalaysan? Salom, Kamola. Dugonajon, qaraysan? Biz qizlar bilan ertaga aylanishga chiqmoqchimiz. Zo'r joy ochilibdi, rosa rasmlarga tushadigan, chiroyli joy ekan. Zo'r-ku, qachon borasizlar? Ertaga yoki indinga darsdan keyin. Lekin men bora olmayman, dugonajon. Meni qo'shimcha darslarim bor. Bir safar shu qo'shimchalaringga bormay turgan, bir kundan keyin olim bo'larsan. Bilasan-ku, darsga bormasam ustozim darrov oyimga telefon qiladi. Ha, oying bo'lsa keyin uy qamog'iga hukm qiladi. Nimadir ilojini o'ylab top. Lekin rosa borgim kelyapti. Unda ertaga biror narsa o'ylab toparsan, gaplashamiz, dugonajon. Xo'p, harakat qilaman.
O'tgan safar dadam ko'rib qolgandilar. Agar bu safar ham sezib qolishsa, aniq jazolashadi. Uf, endi nima qilsam ekan? Assalomu alaykum. Men o'g'lingiz Jaloliddinning sinf rahbariman. Yaxshimisiz? O'g'lim o'qishlari yaxshimi? Ha, shu masalada qo'ng'iroq qilayotgandim. Jaloliddin darslarda oldingidek emas. Sinfdoshlari bilan ham iliq muomala qilmaydi. Men bir necha marta yonimga chaqirib gaplashishga harakat qilib ko'rdim, lekin foydasi bo'lmayapti. Ya, qiziq. Lekin o'g'lim uyda har doimgidek yuribdi. Hech ham o'zgargani yo'q. Doimgidek. O'qituvchilik faoliyatimda bunday vaziyatlar ilgari ham uchragan. Bolani uyda notinchlik bo'lsa, bola ota-onasini urush janjallariga guvoh bo'lsa, shunaqa odamovi bo'lib hech kimga qo'shila olmay qoladi. Bizni oilada umuman urush janjal bo'lmagan. Bilaman. Sizlar ziyoli oilasizlar. Lekin men misol tariqasida aytdim. Istasangiz men maktab psixologini jalb qilaman. Jaloliddin bilan bir gaplashib ko'rardi, shug'ullanardi. Yo'q, to'xtang, shoshmay turing. Avval men o'zim gaplashib ko'ray. Balki bizdan yashirgan biror gapi bordir. Keyin sizga aytaman. Xo'p bo'ladi. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat sizga ogohlantirganingiz uchun. Men onaman-ku. Nahotki sezmagan bo'lsam? Bolam erkalik qilyapti deb o'ylabman. Unga kam vaqt ajratayotganim o'g'limga shunchalik yomon ta'sir qilyaptimikan? Bo'ldi. Ertaga maktabdan olishga o'zim boraman. Dadasi, men aytgandek hovli topdingizmi? Ombir ko'rmadingmi? Sizga savol berdim. Ha? Hovli ko'ryapsizmi? Ha, Ko'chish qarayapman. masalasini aytyapman. Ha, onasi qarayapman. 3-4 joydan topib qo'ygandim. Faqat birga borib ko'rishimiz kerak. Mayli, birga boramiz, lekin faqat dam olish kuni. Chunki bilasiz, qolgan kuni ishim ko'p. Ha, endi o'sha paytlari bolalarimiz kichkina edi. Bilmayman, mana shu uyga siqqanman. Hozir esa to'g'risi yuragim siqiladigan bo'pti tor joydan. Ha, Kenglikni xohlayapman. o'sha paytda bunaqa mansabda ham ishlamasdingiz. Eringiz hozir oddiy shifokor xirurg bo'lsa, yoqmayaptimi? Yo'q, unaqa demang. Endi siz ham, men ham keng joylarda o'sib katta bo'lganmiz. To'g'rimi? To'g'ri onasi. Mayli, nasib qilgani bo'ladi-da. Bankdagi pullarimni hisobini olib qo'ydim. Olishim bilan o'sha uyga ko'chib o'tamiz. Rahmat. Hamisha qo'llab-quvvatlab kelgansiz. Endi biz bir xizmatdagi odam bo'lsak, boshliq nima desa shu bo'ladi-da. Qo'ying, unaqa demang. Sizni boringizga shukr. Mayli. Ha, men boya bu yerga ombir qidirib kirgandim. Ko'rmadingmi? Ko'rmadim, qizingizdan so'rang. Kamola? Kamola? Nima gap? Ishingni qilib bo'ldingmi? Ha, oyijon, qilib bo'ldim. Gapir. Oyijon, ertaga dugonam Husnoraning tug'ilgan kuni edi. O'shanga dugonalarim bilan kafega bormoqchi edik. Dadasi kafedan joy band qilibdi. Bormaysan. Iltimos, ruxsat bera qoling. Qizlar bilan-chi biz pul yig'ib chiroyli sovg'a olmoqchimiz. Xursand bo'lishi uchun, bilasiz-ku, o'rtog'im. Dadang ham safarga ketganlar. Mayli. Ruxsat beraman, faqat borguni qaytgin. Tushundingmi? Xo'p. Ertaga ertalab xonangga pul tashib ketaman. Rahmat oyijon. Bo'pti.
hozir javob bera olmaydi. Ey xudoyim, bu qiz qayerlarda qoldi-ya? Telefoni ham o'chgan. Men unga 1 soatga borib kelgin degandim. Bekor ruxsat beribman. Ey xudo, bu qizni qayerdan topaman-a? Aksiga olib dadasi ham uyda yo'q. Uf, endi nima qilsam ekan-a? Voy xudo, qayerda yuribdi-ya? Xavotirdan o'lay deyapman. Hozir javob bera olmaydi. Voy. Shu qiz meni qizimmi? U kimning mashinasi edi? Uni kim mashinasida olib keldi? O'zi rostdan tug'ilgan kunga bordimikan yo meni aldab uchrashuvga chiqdimikan? Hozir kelsin. Hammasini so'rab olaman. Qayerda yuribsan? Nega telefoning o'chirilgan? Telefonimni quvvati o'chib qopti oyijon. Gohliroq kelaman desam o'rtoqlarim qo'yib yubormadi. Ozgincha o'tir dedi. Ko'chadagi yigit kim edi? Ha? Gapir. Siz noto'g'ri tushunyapsiz oyijon. Nima noto'g'ri tushunyapman? Sen to'g'ri ish qilyapsan, men noto'g'ri ish qilyapmanmi? U meni sinfdoshim. U hammamizni birma-bir uyga kuzatib qo'yyapti. Men maktab o'quvchisi bilan ko'chadagi bolani farqiga bormayman. Shunaqami? Siz o'ylagandek yomon narsa yo'q o'rtamizda oyijon. Men seni yaxshi o'qisin deb yaxshi joyga bersam, yaxshi o'qishlarga o'qitsam, eng oldi maktablarga borsang, eng oldi to'garaklarga borsang, seni qilib yurgan ishingni qara. Uyalmaysanmi? Soat necha bo'ldi? Oyijon, sizga kim aytdi menga qimmat repetitorlarga bering deb? Kim aytdi men u narsani xohlayapman deb? Kim aytdi men institutlarga kirishni xohlayman deb? Nima? Nima deyapsan sen qiz? Sen nima deyapsan? Ha? Sen nima deyapsan? Sendagi sharoit bilasanmi, qancha bola orzu qiladi? Hali norozimisan bu sharoitlardan? To'g'ri, u boshqalar uchun orzu bo'lishi mumkin, lekin men uchun emas. Siz qachon meni va ukamni xohishlarimni, istaklarimni eshitdingiz? Qachon qarasini eshitasiz? Faqat hisobot so'raysiz sizdan. Bo'ldi, bas, to'yib ketdim. Yetar! Tarbiyasiz. Umida Sobirovna qabulingizga kirishmoqchi edi. Bandman, kirishmasin. Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshiman, iltimos. Hech kim ko'rgim kelmayapti to'g'risi. Ayting keyinroq kelishsin. Band ekan deng bo'ldi. Xo'p. Farzandni dunyoga keltirib, ulg'aytirishdan ko'ra unga to'g'ri tarbiya berish qiyin deyishsa, hech ham ishonmasdim. Kecha qizimni alam ustida yuzimga aytgan gaplarini haqiqati haliyam og'riq berib turibdi. Men yaxshi ona bo'la olmadimmi? Bolalarim mendan shunchalik uzoqlashib ketishdimi? Axir men uchun doim oila birinchi o'rinda turgan-ku. Ha, mayli. Kamola ham vaqti kelib hammasini tushunadi. O'g'limchi. Jaloliddin. Mendan haliyam xafa. Lekin bir og'iz gap gapirmayapti. Shukr, turmush o'rtog'im yaxshi inson. Doim menga ko'mak berib kelgan. Bolalarimga mendan ko'ra ko'proq g'amxo'rlik qilgan. Dadasi. Mayli. Baribir onani o'rnini bosmas ekanda. Bolalarim doim meni mehrimga mushtoq bo'lgan ekan.
Men senga aytgandim onasi. Bolalarga ko'proq mehr berish kerak. Vaqt ajratish kerak deb. Bo'ldi endi. Mana ikkalamiz ham ish deb ortmadik. Dadasi qo'ying. O'zi yuragim bir ahvolda bo'lib o'tiribman. Tirnalgan yuragim battar ezmay. Ey, jonim achigandan gapiraman-da onasi. Qizing balog'at yoshida bo'lsa, unga bunaqa yoshda eng yaqin insoni onasi bo'lmasdan kim bo'ladi? Dadasi, qizingiz ham o'zingizga o'xshagan, ichimdagini top deydiganlarda. Mundoq kelib dardini aytsa eshitaman-ku. Agar onasi yonida turmasa, bunaqalarni yo'ldan ostirish oson bo'ladi, bilib qo'y. Sen hovog'ini ochmay yurganingdan keyin qizim bechora nima qilsin? Hadi tarafini olavermang. Menga qara. Nega tarafni olmas ekanman? Men qizimni har qanday vaziyatda ham himoya qila olaman. Ha, o'zini onasidan hammi? Kerak bo'lsa onasidan ham. Qizim bilib qo'ysin, ortida otasi turganini. Shunda kimdir xafa qilsa, jim ichiga yutib ketavermaydi. Unda men hech kimga kerak emasman degan fikr bo'lmasligi kerak bunaqa paytda. Men sizni jarroh desam, tayyor psixolog ekansiz-ku. Men jiddiy gapiryapman. Bolalar bilan munosabatingni tikla. Ular hali yosh, ularga hozir mehr kerak, e'tibor kerak. Men ular talab qilgandek ona bo'lish uchun ishdan ariza yozib ketishim kerak. Bu o'zingni tanloving. Bilasan, men seni qaroringni har doim hurmat qilganman. Opa, oyimiz bizdan xafa bo'ldilarmi? Yo'q, sendan emas, mendan xafa bo'ldilar. Qattiq qo'l bo'lsa ham baribir oyimiz yaxshi. Bekor ko'ngillarni og'ritib qo'ydik. Sen o'zingni ayblama, ukajon, ayb menda. Lekin juda pushaymon bo'lyapman. Qanday kechirim so'rashni bilmayapman. O'zi oyim haq ekanlar. Men vaqtimni behuda narsalarga sarflayotgan ekanman. Balki gul olib kelarmiz. Meni yig'ib qo'ygan pulim bor. Oyimni juda jahllari chiqqan. Kechirmasalar kerak. Men sizni himoya qilaman. Oyim bilan o'zim gaplashaman. Sizni kechiradilar. Rahmat, ukajon, yaxshi ham sen borsan. Opa, siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Lolaxon, Labbay. mana buni kadrlar bo'limiga topshiring. Umida Sobirovna, ketmoqchimisiz? Ketmoqchiman. Axir qanday qilib siz ish? Mensiz ish davom etaveradi. To'g'risi, men ko'proq bolalarimga kerak ekanman. Hamma xizmatlaringizga rozi bo'ling. Katta rahmat. Siz ham rozi bo'ling. Rasm fanidan darslaring qildingmi? Ha, Nima chizding? oilamizni chizdim. Kim bor? Keling dadasi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Yaxshi Va alaykum keldingizmi? assalom. Yaxshi. O'zinglar yaxshimisizlar? Rahmat. Xo'p. Menda bitta zo'r yangilik bor. Qanaqa yangilik? To'g'risini aytsam, menda ham bitta yangilik bor. Yaxshi-ku. Qani eshitaylik-chi, xo'sh? Yo'q, siz boshladingiz, davom ettiring sizdan keyin. Unday bo'lsa eshitinglar. Xo'sh. Men sizlarga yangi uy oldim. Voy, rostdan. Ha? Voy, yaxshi bo'ldi. Sizlarga albatta yoqadi. Bo'ldi, unda bugun ham borib ko'ramiz-a uyni. Endi esa meni yangiligimni eshitinglar. Men ishdan bo'shadim. Rostdan aytyapsanmi? Ishdan bo'shadim. Ariza yozib keldim. Yaxshi-ku. To'g'risi, ish bilan bo'lib, bolalarimga hech ham mehr bera olmayotgan ekanman. Sizlar bilan ko'proq bo'lay deb ishdan bo'shadim. Endi shirin-shirin ovqatlar pishirib beraman. Barakalla onasi. Yaxshi ish qilibsan. Men bo'lsam o'sha kurs orqali nafaqaga chiqib ketasan deb o'ylovdim. Voy, qo'ying dadasi, nafaqagacha hali ancha bor. Shuncha yillik tajribam bor, karyerayam bor.
boshidan boshlashga hech ham qo'rqmayman. To'g'ri qilibsan. Lekin oilamni mehrini yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. To'g'ri qilibsan onasi. Oyijon, o'tgan safar sizni ranjitib qo'ydim. Bo'lar bo'lmas gaplarni gapirib. Meni kechiring iltimos. Hammasi joyida. Muhimi, aybingni tushunib yetding. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Jonim, bolajonim, o'zimni. Yaxshi, men kiyimlarni almashtirib chiqay. Ay, yuvmaymizmi bu bayramni?